Traktörchilarda qarang endi. Oldin traktörchini ko'rgan odam so'kkan. Yo'q, naradan. Sen betilmoq bo'lsan, bir ishini qilsang olasan, ha? Rais ham so'kavergan, tabelchi ham, brigadir ham so'kavergan, kelgan odam so'kavergan. Unisi ham so'kkan, bunisi ham so'kkan. Qarang, raisni oldida mana shunday qilib turgan traktörchilar. Hozircha teskarisi. Hozir traktörchilarmi? Raisni oldida mana shunday qilib turibdi. Rais sigaret bormi? Var. Yoqing avval. O'sha pishilaysiz rais. Sen nariroq turing. O'zi kayfiyat yo'q hozir. Nima kayfiyat yo'q? Tinchlikmi? Hozir tas kelish kerak edi, shu kech qolib tushadi. Yerchi bir kun kech haydalsa ham, yilda oxirida 10 kun farq bilan hali hosilga ziyoni bor. O'shuning uchun traktörchilar aytgan, oldin sen traktörchisan, birov qizini bermagan. Traktörchilarga kim ekan bo'lg'oski yo'q. Traktörchi beradigan qizim yo'q. O'lib boqqan qizimni men traktörchiga beramanmi? Boshqa kelmasin bu xonadonga. Boshqadan qidirsin. Topib kelibdi o'zi ham. Qara, hozirchi bo'lg'oski yo'q kim ekan? Traktörchi, qizim o'shaniki. Olib ketaversin, bugun olib ketsin. To'yiniki yiroqqa beradi, olib ketaversin. Hozir Luboy qishloqda traktörchi birinchi planda turibdi hozir. Rais bilan baland turibdi. Qarang, oldin bir traktörchi kelib o'tirsa 4 ta odam o'rnidan turib ketib qolgan. Shu bilan osh yeyman men. Hozir traktörchi kelmasa osh suzilmayapti. Qarang, traktörchiga qoyil qolish kerak hozir. Oldin to'ylarga ham aytilmagan. Mabodo kelib qolganda bo'lsa, kim kelyapti? Traktörchilar o'sha darvozaxonaga joy qilib beraylik o'shaqa. O'sha odam o'tirib ketaveradi. Hozirchi traktörchini aytdingmi? Kim kelishyaptimi? Kim? Traktörchilar ichkariga olinglar. Ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar chiqar tashqariga hammasini. Chiqar. Traktörchilar marhamat ichkariga. Marhamat, kelinglar. Qo'liga suv quy. Suvda yugur. Sochiqing bittami? 1000 ta odamga bitta sochiq. Joylashtiringlar o'shaqa. Ve traktörchilarga haqiqatan ham qoyil qolshay, bir xo'r bo'lgan kasb, bir ulug' bo'lar ekanda. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib, petuni bitirganlar olib kirib ketyapti qarang.